Yomg'ir tugagach, soyabonni tashqarida qoldirishadi. Gugurtni esa yoqib bo'lib shunchaki tashlab yuborishadi. Hattoki sham ham xonani yoritib bo'lgach o'zi yo'q bo'ladi. Odamlar shunaqa, hattoki o'zlari maza qilish uchun chaynagan saqichni ham shirasi ketgach tupurib yuborishadi. Shuning uchun ko'p emas, ozgina egoist bo'l. Xohlasang kelarsan degan joyga borma. Agar kerak bo'lganingda ular seni chaqirishgan bo'lardi. Toki sendan o'zlari yordam so'rashmaguncha yordam berma. Sababi esa oddiy. Odamlarning psixologiyasi shunaqa. O'zingdan bilib taklif yoki yordam bersang, buni men siz kuni o'tmas ekan, bu menga muhtoj ekan deb o'ylashadi. Shunday ekan birov uchun gugurti bo'lma, sham bo'lma, soyabon bo'lma, hattoki og'izlardagi taom ham. Xuddiki sendan yordamini olib bo'lgach o'zingni uloqtirishgan kabi, seni yeb bo'lgach shunchaki chichib yuborishadi. Bu videoni esa shunaqa deb o'ylagan birorta tanishingga jo'natib qo'y.